Kelin, o'g'lim, bo'ldinglarmi? Hozir Oyjon. Hozir Oyjon, ishtahnimi kiyib olay. Chiqlaring! Oyjon tayyorman. Oyjon, Qani ketdik. O'g'lim, svetlarni o'chirdingmi? bo'ldi Oyjon. Ha, kelin, boya dazmol qilayotgandingiz, dazmolni o'chirdingizmi? Esimdan chiqdi Oyjon. Boring o'chirib keling. Oyi, taksi chaqiraymi? Puling oshib toshib ketdimi? To'yxonagacha 2 kilometr. Piyada boramiz. Yur. Ovqatdagini o'chirdimmi, o'chirmadimmi? O'chirgan bo'lsangiz kerak Oyjon. Uyim kuydi. Ovqatdagini aniq o'chirmaganman. To'y kech qolyapsiz. Bu yoq aza bo'lib turibdi. Qanaqa to'y? Bor o'chirib kel. Balkim o'chirgandirsiz. Bor o'chirib kel. Ketaman. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben Aytaman. Chopbatkilar. hiç umudum kalmamışken bir güneş Oy, bo'ldi. Hammani sana hop deb o'chirib keldim. Shuni uyga borganda qo'shni kelibdi. Qozonni oldim. Shuni chopbat berib kel. Ha, to'ychi. Borib qozonni berib kel. Bo'ldi Oyjon. Qozonni berdim. Ketib kelamiz. Bolam, yana bitta problema bor-da. Yana nima bo'ldi? To'yanda qolib ketibdi. Oyi, qo'ying shu to'yani, ertaga beramiz, kiraylik to'yga. To'yga to'yanasi kirib bo'ladimi? Tez borib olib kel. Oyi, kiraylik. Bor yo'qol olib kel. To'yanasiz qaytsang, qara lekin. Charchadim. Voy Oyjon, to'y vashshi zo'r bo'ldi-ya. Dasturxonni ham itini qipti-da. Oyjon, kelinning onasini bo'ynidagi trossi, qo'lidagi televizorlarni ko'rdingizmi? Ha, endi boyda, olaveradida. Oyjon, hech qanaqa boy emas. 4 ta krediti bor. Men surishtirdim Oyjon. O'sha hamma tillarini bor-ku, Alayskidagi diamant do'konidan bo'lib to'lashga olgan ekan. Qattan nima olishni bilishadi. Ha, chunki u yoqda arzon-de. Topdim. giderken hiç umudum Qaytib kelinglar. Ha, to'y tugadi. Sen nima bormading? Bilmasam endi. Balkim 50 marta uyga jo'natganingiz uchundir. To'yonani aytingiz olib ketib. Qayerdaligini aytmagansiz. Butun uyda ag'darib o'ldirib tashladim. Voy, to'yana shunchalik muhimmidi? O'zingiz-ku. Seni tog'ang yoshligingdan katta qilgan, to'yingni o'tkazib bergan, shunday muhim kunida yonida bo'lmading-a? O'zingiz-ku. Mas'uliyatsizsan. Bitta to'yga bora olmading-a? Shu to'yxonada yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Uyat-de. Qarindoshlari oldida bir tinlik hurmating qolmadi. Ben to'yga 15 marta borishga harakat qildim-ku. Ular sendan kechi bo'ldi. Kechib olishdimi? hayat şaşırtır hep zaten. Sen bu yoqqa yurda. Yoqqa kelgin. Eshitdi yo. Senga 2 oz gapim bor. Bu menga qarada, o'rtoqlarim oldida sharmanda qilding. O bitta gapdan qolsang bo'ladi-ku, ha? Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Bir og'iz og'zingni tursang bo'ladi-ku, ha? Shuncha gapni gap. Devorga gapirdimmi? O, yaqida. Qani sen, yaqacha. Biz tashima. Hozir seni bor-ku. Oyjon. Oğlum, tinchlikmi? Kelinni o'ldirmoqchimisan? Ha, oyi. O'g'lingiz meni o'ldirmoqchilar. Ja, unchalik o'ldirmoqchi emasman. Oh, bu ham birovning bolasi senga ishonib berishgan. Ha, Oyjon, buningiz bor-ku. Men gapirganda pista. Bu ham birovning dilbandi, yalab yulqab katta qilishgan, oq yuvib, oq tarashgan. Oyi, siz meni eshiting? Oyi, nima oyi? Oyi deb umr yirgansanda, gapir. Oyi, buningizchi, ana o kontrakiga deb berilgan pulni olib, universitetga borib, hammasiga lotereya o'ynab ketdi. Kamiga 10 million qarz. Kalmamışken bir güneş parlar bazen. Oyjon, o'g'lingiz meni o'ldirmoqchilar. Kelin, o'g'lim emas. Endi o'zim sizni imichimda urib o'ldiraman. Oyjon, sirishni gap bor-da. O'sha gapi men gapirganda jim turing. Bu ham birovning bolasi. Oyjon, Buni ham oq yuvib, oq tarashgan, yalab yulqab katta qilishgan. Bu ham birovning dilbandi. voy Oyjon, meni ham eshiting. Muncha oyjon dedingiz. Nima deysiz, gapiring. O'g'lingizchi dadajonim mashinalarini yaxshilab urib olganlar. Bir haftadan beri ustaxonada yotibdi. Hali hech kimga yetmaganlar. Nima? Oyjon, tushuntirib beraman. Siz meni eshiting.
Men ham birovni bolasiman. Man gapiraman a. Dadayam birovning bachasi oq yuvib oq tarashgan, yalab yulqab katta qilishgan. U ham birovni dilbandi. Boyagina meni ham yalab yulqab katta qilishganda. Oyi, meni ham eshiting. Dadangni shuncha qilgan mehnatini ko'ku chiqdingmi? Endi aytmasam bo'lmaydi. Dadam viloyatga komandirovkaga ketdim deb o'rtoqlari bilan dachaga ketishdi. Sizni aldashdi. Oyi, boshqa forchga topa olmadim. Nima? Hozir kunini ko'rsataman. Kelin, telefonni bering. Oyi, qo'ying, dadam ham birovni bolasi. Hozir o'sha bola o'ladi. Ha, dadamni ham oq yuvib oq tarashgan. Hozir oqqini chiqaraman. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun biz yana savol-javob o'yinini boshlayapmiz. Ana bu rasvoy intervyuning ikkinchi qismi. Mana hozir odamlarni kutyapmiz. Agar birorta odam uchrab qolsa, albatta ular bilan savol-javob qilamiz. Vo, ana bitta qiz kelyapti. Keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bizlar bezovta qildim. Bizning bir ko'rsatuvimiz bor edi. Qanaqa? Intervyu. Shunchaki intervyu. Xullas, bir ikkita savollar bersam javob bera olasizmi? Mayli, xo'p. Mayli, bezovta qilmaymanmi? Yo'q. Qarang, turmush chiqamsiz? Yo'q. Turmushga chiqmagansiz. Yoshingiz nechida? 21da. 21da. Qarang, 94-yil bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q. 95chi? Yo'q. 96, Yo'q. 97, Yo'q. 98, 99chi? Umuman bu bida. O'z nechiga turmush chiqmoqchisiz? Shu bir 2004 bo'lsa, 2005 bo'lsa, yaxshi. Qarang, 94, 95, 96, 97, 98, 99-yil bolalar nomidan sizga bir ikki og'iz qarg'ishim bor-da. Qani qo'lingizni oching-da. Ilohi amin. Ilohi ilovanda. Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Chur.